Hurmatli yaxshi insonlar, ichkarida juda ham ta'sirli videolar bo'ldi. Hozir o'zlaringiz ko'rasizlar video davomida. Nari kanallarda qo'yildi. Biz ko'zimiz ochiq bo'lib turib o'qolmagan Qur'onlarni bu qizlar shovullatib o'qiyapti. Ko'zi ko'rib bo'lib turib. Mana ko'zi ojiz bo'lib turib shunaqa narsalarni yasabdi. Shu qizlarimizni duo qilib qo'yinglar. Ularni telefon qilib xabarlab turinglar. Savob bo'ladi. Keyin bular sizlarning hech narsalarga muhtoj emas, prosta bular zerikib qolibdi lekin. Biz ham ancha bo'ldi yemaganimizga. Ancha mazza qildik. Mana Shukronaxonning oldiga bordik. Bu qizlarimizning iymonli qalblar oldiga keldik. Jasur akam, dadalari, Nargizaxon onalari mazza qilib suhbatlashdi, eski gaplardan gapirib bez video. Miyalar dam oldi degan qisqasi. Mana videoni ko'ringlar. Xudo xolasa Ruxshonaning qo'lda yasagan narsalarni ko'rasizlar. O'zlaring qoyil qolasizlar, duo qilib qo'yinglar shu qizlarimiz. Hamma uni o'z qilgansiz. Ha. Knopkalarni o'z o'rnatgansiz. Bu mana organizer ipdan to'qigan savatchalar. Buni ham o'z to'qigansiz qani? Buni kurchoq bilan to'qiganman. Narigini qo'lda to'qiman. Kaptar tuxum to'plasang zo'r bo'ladi omil. Chuqurgina ekan. Mana bular o'sha har xil lola, shunga o'xshagan gullar. Bu savatchasini ham o'zimiz yasaganmiz. Qo'lda. Qani? Obunachilar xayrlar. Bu qizlarning ko'zlari ko'rmaydi, lekin ko'zi ko'radigan insonlardan ham juda chiroyli qilibdi. Juda go'zal. Bunisi mana buni ham qolipga qo'yib anaqa albasterdan yasalgan, omin qilayotgan qo'lda ichida bularni ham o'zim simga o'tkazib yasaganman. Bu ham yonadimi? Yo'q, bu ham men. Ha? Shunday qani. Qo'lim to'lib kelsin, qolmasa bo'ldi, qo'limni tushib qoliblar. O'ylansizlar. Buyurlar. Ha? Hammasi o'zimiz qo'limizda qilingan. Bu tagidagi narsalari ham, barglarini ham o'zimiz o'rnatganmiz. Zo'r, вообще. Qo'y. Ay beravering-chi. Mesela ishdan chiqib ketaveramiz endi. Ha. Materiallari nimadan bo'lgan ular? Bu tayyor sotadi o'zi bozorda. Mana bu sumka. Shu kalta bilan uradiganiga yig'lab ekan shu so'mkani. Yana yaqinda ko'rib keldik. Yaxshimikan? Ha. Yaxshi bo'lsin. Mana bu korzinka o'zim yasaganman buni ham. To'rtburchak. Qani? Bittasi kichkinaroq ichiga solib qo'yganman. Nima deyasangiz buni? Qo'lda leskaga o'sha munchoqni o'tkazib. Zo'r. Obunachilar xayrli. Mana go'zal. Ha. Zerikmaslik uchun nimadir qilish kerak. Ha. Buchi. Ustoz pichoq Bu ham sumkacha kichkina bog'cha bolalariga. Ha. bering ustozga. To'g'ri. Mana bunda ham har xil gullar bor. Bandcha kapalakchali gullar bor. Qanday to'qib yopishtirgansiz? Pistolet klayda yopishtirganmiz. Ha? Bu haligi puxli ip deyiladi, ichida simi bor, yotib qolmasligi uchun. O'shalarni bir-biriga aylantirsak, aylantirgan joyimizda qotib qoladiki, mana o'siga pistolet klayda yopishtirganmiz. Qo'yil. Qiyomat. Xo'p. Mana hurmatli yaxshi insonlar, gaplashib o'tirib, hozir Ruxshonaxonning hunarlarini ko'rib, o'zida qo'lida mana ko'zi ko'rmasa-da uncha zavodda, Xitoyda zavodlarida ham buni yasanmaydi. Shuncha narsalarni qo'l mehnati bilan qilibdi mana. Hamma yo'g'imda narsa, hammasi Ruxshonani qo'l mehnati. Endi bularni bitta orzusi shu ota-onasi bilan birgalikda shu umra ziyoratlariga borish, Allohning uyiga borib duolarni qilish niyatlari bor. To'g'rimi qizlar? Ha? To'g'ri. Endi buni puli yetmaydi-yu, lekin
harakat. Ha, shu narsalardan kelinglar bir tipa challenge o'xshatib nima qilamiz? Sotiladi mana shu narsalar. Mana shu qizlarning hurmatidan o'zlaring mana shu narsasiga Ruxshonaxon mancha beraman deysiz. Bular bebaho narsalar, bebaho narsalar. Endi men hozir qanday qilib qo'yaman mana shu. To'yga bormang. Hozir men bu yerda men bitta ta'sirlangan narsam bo'ldi. Anvarjon, Ha. mana o'sha narsasiga sizlar gapirib o'tdingiz, mun qaranglar. Ikkita qo'l omin qilyapti. Ikkala qo'l omin qilyapti. Duoga mana gul ochilib turibdi-da. Ilohim bizni shu umra ziyoratlariga borish Nasib qilsin. Ilohim birga ota onasi bilan borish bu juda katta baxt. O'zimiz qo'limiz bilan ushlab kelaylik Ka'balarni. Amin. Allohdan hurmatli yaxshi insonlar, sizlar ham amin deb duo qilinglar shu qizlarni. Bularni Xudo xolasa duosi ham to'g'ri tegadi, qalbi toza. Mana videolarda Instagramda va Oxunov TVda ham chiqdi. Qur'on o'qib berishdi. Qur'onni o'sha tochka bilan yozilgan Qur'onni oppoq list shundan Qur'onda Allohning kalomini o'qib berishdi. Bu qizlarning duosini olishimiz kerak. Xudo bergani mana shu. Eshitdingmi? Yana boshladingmi? Kelishib beriladi. Bu qizlarim o'zining qo'llari bilan qo'l mehnatidan qilgan. Hech bo'lmasa telefon qilib yoki kelib Ruxshonaxon, Sarvinoz, qani sizlar bilan bir suhbatlashaman. Bir 2 oyat Qur'onni o'qib bering. Ko'rdinglarmi videolarda? Gap bo'lish mumkin emas-a? Zo'r ishlar bo'ldi. Jasur akam hamma yo'q bor ekan agar o'tida. Kaptarlar qulpini oylab pishyapti hozir ham. Badring, pomidor. Bitta oilaga nima kerak bo'lsa bor ekan. Basseynlar, kachelyalar. Qizlarning ko'yniga qarab ota-onasi shunaqa qilib olib yuribdi. O'shanda video qilamiz. Bo'lmasam sizlar bilan videomiz qisqaroq bo'lib qoldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Omonatlarni topshirdik, qizlarni ko'rdik. Endi biz bo'zga qarab yo'lga chiqamiz. Sog' bo'linglar.